Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu kunlarga yetkazgan, shu bir quvonchli kunda yig'ilib, diydor ko'rishib turishlikni nasib aylagan Alloh taolaga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Mana aziz vatandoshlar, bir chiroyli dasturxon yozib, el u xalqqa osh berib, uyingizga kelin oldingiz. Ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' qadam haqidagi bir naql bor. Yangi kelgan mehmon u kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik aqlli bo'lmasin, qanchalik odobli, ilmli, zukko, ishchan bo'lmasin, qadami qutlug' bo'lmasa, ishi yurishmaydi degan bir naql bor. Ilohim Alloh taoladan chin qalbimizdan so'raymizki, mana shu uyingizga kelgan yangi kelinni ham ilohim qadami qutlug' bo'lsin. Inshaalloh sizga kelin emas, qiz farzand bo'lib kelsin inshaalloh. Endi azizlar, shu paytning o'zidayoq kuyov ham, kelin ham farz namozlarini ado qilib bo'lganlaridan keyin Alloh taologa o'zimizdan zurriyot qoldirishligimiz uchun, shu kuni nasib qilganligi uchun 2 rakat namozni, shukrona namozini, ya'ni nafl namozini bir chiroyli niyat qilib ado etishligimiz lozim bo'lar ekan. Hamda kuyovimiz bismillohni aytib, Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayyulin vajalna lil muttaqina imama, ya'ni Parvardigoro xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko'z quvonchini baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deb chimildiqqa kirishdan oldin Bismillahirrohmanirrohim Alluhin jannibi shaytona va jannibi shaytona marozaqtini, ya'ni Allohim shaytonni bizdan va bizga ato etganing farzanddan uzoqlashtirgin deb chimildiqqa kirilar ekan. Hamda turmush hayotlari davomida er va xotin bir-birlarini otlarini aytib chaqirishlik noto'g'ri holat bo'lar ekan. Bir-birlarini ismlarini aytib hayot kechirilsa, vaqti kelib Xudo ko'rsatmasin xotin erini sensirab chaqirishligi kuzatishligi mumkin ekan. Kelinimiz turmush hayotlari davomida dadasi yoki begim deb, kuyovimiz esa onasi yoki bo'lmasam malikam deb chaqirishligi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Va kelinimiz Alloh nasib qilib homilador bo'lgan vaqtlarida agar biror bir narsani yegisi kelsa yoki uyimga ota-onamni ko'rishga borib kelayin desa, siz uni vaqtini cho'zib, xotiningizni asabiga tegadigan bo'lsangiz, bu holat tez orada dunyoga keladigan farzandingizga qattiq ta'sir ko'rsatishligi mumkin ekan. Endi kelinimiz ham homiladorlik vaqtlarida chiroyli narsalarga qarashligi, yaxshi niyat qilishligi, birorta bir qo'shiq eshitadigan bo'lsa ham insonni miyasi dam oladigan qo'shiqni eshitishligi lozim bo'lar ekan. Zamonaviy saodatda bir ayol yarmi odam, yarmi hayvon holatidagi chaqaloqni dunyoga keltirgan ekan. Uni olimlarimiz izlanib ko'rishsa, shu farzandni dunyoga keltirgan ayol homiladorlik paytida bir ayiqqa chiroyli nazar bilan qarab qo'ygan ekan. Va shuni ta'sir qornidagi bolasiga ta'sir qilgan ekan. Shuning uchun kelinimiz homilador bo'lgan vaqtlarida katta o'qishlarda o'qib, chiroyli kiyinib yurgan insonlarimizni va katta imomlarimizni, shayxlarimizni eslab chiroyli niyat qilishligi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Homilador kelinimiz tibbiy muolajalardan o'tish bilan birga diniy vazifalarni ado etishi va fursat topishi bilan Oyatul Kursi va Sharh surasi, so'ng ushbu duoni o'qishligi maqbuldir. Allohumma atinna sihhatan va ofiyatan va avladan, solihan va rizqan vasiyan va duoan maqbulan. Ya'ni Allohim bizga sog'lik va ofiyat ber. Xayrli farzandlar ihson el, mulk ber, rizq ber va duomni qabul ayla deyishlikligi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Turmush o'rtog'ingizni Alloh nasib qilib ko'zi yoriydigan vaqt keldi. Bunday paytda ayolning yaqinlari
uning yonida yoxud qo'shni xonada turib Oyatil Kursini, Arof surasining 54-oyatini o'qishligi. Bu oyatdan keyin Ixlos surasini, Falaq surasini, Nas surasini va Fotiha surasini o'qib, Alloh taolo sizga xayrli bir farzand berishligi uchun duo qilinar ekan. Va turmush o'rtog'ingizni ko'zi yorigan vaqtida Allohga shukronangiz bo'lar ekan. Ya'ni nafl namozini ado etishligingiz shart bo'lar ekan. Parvardigor tomonidan sizga berilgan har bir ne'matga uni shukronasini keltirishlik lozim bo'lar ekan. Va keyingi qiladigan ishingiz farzandingiz qulog'iga azon ayttirishlik bo'lar ekan. Ulamolarimizdan marhamat qilinadi, farzandingiz qulog'iga azonni tezlashtiring. Chunki Ummu Subyon degan bir dev bo'lar ekan, bolalarning onasi degan. O'sha dev bola dunyoga kelgandan qo'lini mahkam tutib olar ekan. Shu devni qochirish uchun farzandingizni o'ng qulog'iga azonni, chap qulog'iga takbir ayttirishni tezlashtirish lozim bo'lar ekan. Xudo sizga birinchi farzandingizni qiz farzand qilib berdi. Ko'pchilik vatandoshlarimiz farzandlari qiz bola bo'lsa norozi bo'lib qoladilar. Hayotidan norozi bo'lib qolishadi. Xotinidan norozi bo'lib qolishadi. Bu holat ham noto'g'ri holat bo'lib qolar ekan. Bu ishimiz bilan shayton yo'ldan yurib qolar ekanmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda kushandada shunday marhamat qiladiki, Astagfiru billah, yahudu lima yashadi nafa. Ya'ni bizlar xohlagan bandamizga, o'zimiz suygan bandamizga birinchi farzandini qiz farzand qilib beramiz deb marhamat qilinadi. Birodarlar, bizlarga berilgan farzand o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, uni sababini Alloh bilar ekan. Rasululloh marhamat qilib aytadiki, qaysidir bandaga Alloh taolo 3 ta qiz farzand bersa va o'sha inson qiz farzandlarini boqib, tarbiyalab, turmushga uzatsa va orqasidan yaxshi duolarni qilsa, u bandaga Rabb taolo jannatni nasib qiladi deb marhamat qilar ekan inshaalloh. Endi farzandingizga ism qo'ymoqsiz. Ismni ham qo'yganda azizlar chiroyli ismdan qo'yishlik, islomiylikka to'g'ri keladigan ismdan qo'yishlik lozim bo'lar ekan. Farzandingiz balog'at yoshiga yetganda yoningizga kelib ismini aytib mazaq qilishayotganliklarini maktabda ham, ko'chada ham oshna og'aynilari shu ismini aytib ustidan kulishayotganliklarini aytib yig'lamasligi uchun. U dunyoda ham qiyomat kuni mahshar maydonida Allohning huzurida farzandingizga qo'ygan ismingiz orqali sizning bo'yningizga arz qilib osilmasligi uchun islomiylikka to'g'ri keladigan chiroyli ismlarni qo'yishlik lozim bo'lar ekan. Lekin ko'pchilik insonlarimiz hozirgi kunda shariatda kelmagan ishlarni qilishyapti. Masalan, juma kuni tug'ilgan qiz farzandga Odina deb qo'ymasa bo'lmas ekan. Juma kuni tug'ilgan o'g'il farzandga Jumovoy deb qo'ymasa bo'lmas ekan deb har xil bidat gaplarga ishonib shu ishni qilishyapti. Azizlar, bular barchasi yolg'on gap. Bular hammasi bidat gap. Hech qanday kun juma bo'ladimi, shanba bo'ladimi, bolaga qo'yiladigan ismni o'zgartirmaydi. Bu gaplarning bari bidat gap. Yolg'on gap, birodarlar. Barcha ota-onani o'z farzandida haqqi bo'lganidek, bolani ham ota-onasida haqqi bo'lar ekan. Bolani haqqi tug'ilganidan bo'lar ekan. Otasidagi haqqi soliha ayolga uylanib, bir chiroyli ism qo'yishlik bo'lsa, onasidagi haqqi tug'ilgan vaqtida onasi uni ona suti bilan ozuqalantirishligi, 30 oy bolani tahorat olib, ko'kraklarini yuvib, Bismillahirrohmanirrohim deb sura Yosinni o'qib emizishligi lozim bo'lar ekan. Bu bolani tug'ilgan vaqtidagi ota-onasidagi haqqi bo'lar ekan. Rasulullohning oldilariga bir bola kelib, "Ey Allohning payg'ambari Muhammad, meni otam meni ismimni xunuk qo'ygan. Shu ismimni aytib ko'chadagilar meni mazax qilishadi. Meni ismimni almashtirib qo'ying" deb iltimos qilgan vaqtlarida
Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam undan "Sani isming nima o'zi?" deb so'raganda, "Mani ismim Ko'rshapalak" deb javob bergan ekan. Va shunda Rasululloh alayhissalom bu kelgan bolani ismini bir chiroyli ismga almashtirib qo'ygan ekan. Shundan ma'lum bo'ladiki, shariatimizda ism almashtirishlik mumkin ekan. Endi azizlar, farzandingizga 7 kun ichida, 14 kun ichida, 20 va 40 kunlar ichida o'g'il farzand bo'lsa, otasining qurbi yetsa 2 ta qo'y, yetmasa 1 ta qo'y. Qiz farzand bo'lsa 1 ta qo'y so'yib aqiqa qilishlik lozim bo'lar ekan. Aqiqada al-g'ulamu rohinatun bi aqiqatihi deylarkan va qo'yni so'yayotgan vaqtingizda Allohumma taqabbal minnah addihil aqiqatuhu deb aqiqa qilinar ekan. Aqiqa qilinganda ham suyagiga bolta tekkizib bo'lmas ekan, go'shtini otasi yeb bo'lmas ekan degan gaplar ham bor. Bu gaplar ham bidat gaplar, yolg'on gaplar hisoblanar ekan. Endi farzandingizga aqiqa qilishingizni maqsadi shundan ekanki, zinadan yiqilib olamdan o'tibdi, ko'chaga o'ynagani chiqqan ekan, mashina urib ketibdi degan har xil balo qazolardan uzoqroqda bo'lar ekan. Va aqiqa qilishlikning yana bir katta xususiyati bor ekan. Agar farzandingiz balog'at yoshiga yetmay olamni tark etadigan bo'lsa, qiyomat kuni Allohning eng erka bandasiga aylanib qolar ekan. Alloh taolo shu erka bandasiga sen hali balog'atga yetmay olamdan o'tgansan. Sen dunyoga gunoh qilmay o'tgansan. Sen jannatga kirasan. Kirgin jannatga degan vaqtda farzandingiz men jannatga kirmayman deb jannatning eshigining tagiga o'tirib olar ekan. Nega jannatga kirmaysan? Kirgin jannatga degan vaqtida, yo Parvardigor olam, meni go'dakligimda menga aqiqa qilgan ota-onamni ham men bilan jannatga kirgizsang, ana o'shanda jannatga kiraman deb xarxasha qilib turib olar ekan. Farzandingizga atab go'daklik chog'ida qilgan shu aqiqangiz sabab qiyomatda farzandingiz o'zi bilan birgalikda sizni ham jannatga tortib ketar ekan.